xalta yuvinib yursam odamzod organizmiga har xil mikrob kirishi mumkin. Ko'p cho'milsa, Ko'p cho'milsa badaniga qichmaydi, allergiya toshadi, qichma bo'ladi. O'shaning uchun ham hadeb cho'milaversa odamzodga bo'lmaydi. Suyagiga singandan keyin suyak zaiflashadi. Kasal yuqi, hozir mana gripp tarqalib yuribdi. O'shaning uchun odamzodga tavsiyam uncha hadeb nima qilavermanglar. Cho'milish kerak emas. Cho'milish kerak emas. Bir marta cho'milgan yetadi shu bilan. Iloji bo'lsa vlashni salfetka oladi, badaningizga surib yuradi. Vlashni salfetka ostida. Eng foydasi shu. Eng foydasi men shuni qilaman. Men hozir cho'milishga vaqtim bo'lmaydi. Chunki bu sovuq. Ertadan sovuq bo'ladi, kechqurun issiq bo'ladi. Issiq bo'ladi hozir. Qishda anaqasi havosi chiqib ketadi odamga, badanga bahor havosi kiryapti. Men o'shancha cho'milmasam, men vlash salfetkada o'zim qarab, artinib pudra duxlar atirdan seviraman. O'shaning uchun. Ko'p cho'milib olsa anaqa bo'lib qoladi, lekin shamollaydigan bo'lib qoladi. Burun oqadi, burundan suv keladi, aks uradi, qichima band suv burun oqib yuribdi lekin bor. Ko'p burun oqadi. Nima uchun? Ko'p cho'milgandan. Men hozir aptekaga qarayman, aptekada odam tukila bo'ladi-da. Ochadi, dori-darmon. Ko'p cho'milgandan. Ko'p cho'milgandan bo'ladi. Me'yordan ortiq cho'miladi. Me'yordan ortiq cho'mil. Masalan, bir marta shu kamaytiraman deyman. Bir marta cho'milsa, odam masalan bir marta cho'milsa 1 hafta, 2 haftaga yetadi. Yetadi. Chin terilsa, atir. Atir.